Assalomu alaykum hurmatli mebelchilar. Bugun sizlar bilan o'zim yasagan Excel'dagi panellar ro'yxatini kiritish faylini ko'rib chiqamiz. Qanaqa ishlatilinadi? Bu haqida qisqacha video ham qildik. Ana endi sizlar bilan batafsil bu programmani Excel faylni qanaqa ishlatishni ko'rib chiqamiz. Demak, dasturga kirganimizda bizda birinchi navbatda mana bunaqa oynani chiqarib beradi. Bu oyna makrosda ishlayotganligi uchun Excel makrosi ishlatishi ruxsatini so'rayapsizlarda, shu narsasini включить содержимоga bosib ishlattirib yuboramiz. Bo'ldi mana. Hozir bu yerda qanaqa ishlatilanish ketma-ketliklarini tushuntirib beraman. Birinchi navbatda mana bo'sh katalogga bosadigan bo'lsak, bu yerda mijoz ismini kiriting deyilyapti. Ismini kiritamiz. Misol uchun Abdusamad degan mijozimizning ismi bo'lsin. Va undan keyin material turi. Mana misol uchun bu yerda har xil material nomlari bor, LSP 508 kvadrat va boshqa. Bu materiallarni ro'yxatini mana bu joyga keyinchalik qo'shib ketsangiz ham bo'ladi. Materiallarning nomlarini bo'ladigan bo'lsa, mana mashitga yozib ketasizlar. E'tibor beringlar, bu yerda mana agarda LSP oqlatki, ya'ni teksturasi yo'q bo'ladigan plitalar bo'ladigan bo'lsa, oxirgi chiziqcha belgisini qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi mana bu yerda bu narsani ochadigan bo'lsak, mana bu material nima tanlangan bo'lsa, o'shanga tegishli bo'lgan materiallarni ro'yxatini keltirib chiqarib beradi. Misol uchun mana LSP dubbeli 508 yoki LSP 5 kvadratli mana. Yana bu yoqqa tanlasak 5 kvadratlilar chiqib qoladi. E'tibor beringlar, LSP qora shagrin 5 kvadrat va oxirida chiziqcha mana bu joyda avtomatik tarzda tekstura yo'q degan yozuv paydo bo'lishi boshlaydi. Va agarda biz bu narsani teksturaliga qo'yadigan bo'lsak, mana tekstura bor deb yozuvlarini chiqarib beradi va mos ravishda mana bu yerda formulalari bor. O'zi shu formulalarni chiqarib beradi. Mana bu yerda bunday mana bu yozuvlarni chiqarib beradi va bugungi sanani ham chiqarib beradi. Bitish muddatlarini ham yozib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, undan keyingi narsamiz bu yerda kvadrat formulalari bor. Hozir bu narsasiga joylar to'xtalib o'tirmayman. Endi keyingi qiladigan ishimiz mana bu yerda kromkasi degan joy bor. Shu narsasini kerakli kromkani tanlab qo'yishimiz kerak. Endi menda Excel varianti sal boshqa variant bo'lganligi uchun eskiroq, shuning uchun interfeysi sal xunukroq ko'rinyapti. Agarda siz oxirgi versiyalarni o'rnatsangiz, bu yerda sal chiroyli akkuratli holatda chiqib keladi. Misol uchun 1:19 o'zida mana bo'ldi, tanlab oldik va mana bu yerda men eslatma qoldirib ketganman bu kromkalanishlarni. Podskazkasi deymiz ruschasiga. Agarda virgul yoki nuqta qo'ysak, kromkasi bo'lmaydi. 0 bossak krugoy kromka, 1 bossak bitta uzun, 11 yozadigan bo'lsak ikkita uzun, 112 ikkita uzun bitta kalta, bitta kalta, ikkita kalta va 122 bu ikkita kalta bitta uzun degan ma'noda kelyapti. Ana endi uzunlik degan joyga o'tamiz. Uzunlik degan joyga o'tib turib, panellarning ro'yxatini kiritishni boshlaymiz. Deylik, panelimizning uzun tarafi 1000 mm bo'lsin. Enter tugmasini bosamiz. Enterni bosganimizda avtomatik tarzda 10 tarafga yurishni boshlaydi. Enini kiritamiz. Eni 500 mm bo'lsin. Soni bitta. Sonini kiritishimiz bilan avtomatik tarzda panel kvadraturasi va o'rtacha list soni bitta, panel soni bitta deb bizga ma'lumot ko'rsatishni boshlaydi. Agarda biz kiritayotgan panelimizda teksturani saqlamaydigan bo'lsak, biz 0 enter bosadigan bo'lsak, mana nezadana deb yozilib qoladi. Bu aynan nezadana bazis raskroy uchun kerak bo'ladigan ma'lumot hisoblanadi. Endi keyingisi bu detalimizga kelaylik, ikkita uzun kromka bo'lsin. Ikkita uzun kromka qilishimiz uchun biz 11 raqamini bosib enter bosamiz. Mana avtomatik tarzda uzunlikka yana qaytib o'tib qoladi va mana bu yerda kromka L1 va kromka L2 ga ma'lumotlar yoziladi. Mana bu yerdan tortilib va qalinligini 00 qilib qo'yadi. Ana endi kelaylik bundan narsa qilamiz. Deylik, e'tiborsizlik qilib biz qanaqadir 0 raqamni kiritmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana bunaqa ogohlantiruvchi oyna ochilib chiqarib beradi. Panel uzunligini butun son bilan kiriting. Minimum 50 mm, ya'ni mana bu joydan tortyapti. F2 katta deb eslatma qoldirib ketganman. Maksimum demak 2740 mm. Bu o'sha mana bu tarsovka o'lchami 5 mm. Agar sizga list uzunligidagi panel kerak bo'ladigan bo'lsa, u holda tozalashni 0 qiling deb yozib ketilyapti. E2 katta mana. E2 katta. Shuni to'g'rilab yozib ketishingiz kerak bo'ladi. Mana OKni bosganimiz bilan sirazi yana shu qator tanlanib qoladi.
va kelinglar 50 mm enter bossak keyingisiga avtomatik tarzda o'tadi va buni ham kelinglar e'tiborsizlik qilib 40 mm qilib ko'ramiz. Mana bu yoqda ham mana ishlashni boshlayapti. Panel enini butun son bilan kiriting. Minimum 50 mm, ya'ni bu F2 kattadan kelyapti. Keyingisi maksimum 1820, ya'ni mana buni test qilib, analiz qilib bizga ma'lumotlarni chiqarib beradi. Agar sizga lisenzing tak mana bu narsani to'g'rilaydi deyapti. Ana endi kelinglar, buni yana Excel fayl ishlayotganligini tekshirish maqsadida mana buni LMDF 508 ga o'zgartiramiz. Mana list o'lchami va mana joylarini ham o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. LMDF beli brilliantni tanlab qo'yamiz. Mana tekstura yo'q. Ana endi bu yoqlarini to'g'rilaymiz. Misol uchun 40 mm mana 40 mm qiladigan bo'lsak, e'tibor beringlar, 2595 deb mana bu yerda ma'lumotlarni kiritishni boshladi. Demak, bizda makrosimizda qayerdadir xatolik bor ekan. Keling, hozir bu narsani to'g'rilab, videoni davom ettirib ketaman. Mana o'rtoqlar, hozir makrosni to'g'rilab oldim. Mana endi 40 mm yozadigan bo'lsam, mana 2790 mana 5 mm dan ayrilayotgan haqlarini ham chiqarib beryapti. Ana endi e'tiborsizlik qilib, men 2800 termoqchi bo'lsam ham menga mana bu ogohlantiruvchi oynani chiqarib beradi. Men hech qanaqasiga 2800 o'lchami kirita olmayman. Va kelinglar, ana endi 2000 kiritamiz va enini 400 qilamiz. Sonini kelinglar 5 ta bo'lsin. 5 ga bosadigan bo'lsak, panel soni, kvadraturasi va o'rtacha list sonlarini ham chiqarib beryapti. Agarda bizga kronka kerak bo'lmaydigan bo'lsa, nuqta enter avtomatik tarzda ma'lumot o'chib ketadi va pastdan yozilib ketishni boshlaydi. Agarda e'tibor bergan bo'lsangiz, teksturasi avtomatik tarzda nezadana bo'lib qoldi. Sababi teksturamiz yo'q bo'lganligi uchun mana formulalar o'tiribdi, shuning uchun hammasi ketyapti. Va bu yerda hamma tartib raqamlari o'zi ketma-ket yozilib boriladi. Endi kelinglar, yana 400, keyingisi 200 bo'lsin. Soni keling 2 ta va bizga krugoy kronka bo'lsin. 0 enter bosaman va 2 ta uzun, 2 ta kalta deganda, hop, eslatmani chiqarib qo'yapti. Mana bu narsani, bu narsani kelinglar o'zi to'g'rilab qo'ysak ham bo'lar ekan. Mana bunaqa tartibda mana ma'lumotimizda sal xato ketib qolgan. Mana shu buni kelinglar mana bunaqa qilib qo'yamiz. Bizda mamnun bo'lsin, 200 ga 500 va bu bitta bo'la qolsin. Ana endi bizga 122 kerak bo'ladi. 122 misol uchun mana LWW va mos ravishda bu yerda hamma narsalarini hisob kitobini chiqarib beryapti. Va yana bitta e'tiborli joyi bor, kronkalarni ham o'sha chetida chiqadigan qiyiqimlari bilan hammasini chiqarib beradi. Text detal holatida chiqarib beradi. Agarda xohlasanglar o'zingizlar bu narsani yana bir hisoblab ko'rsanglar bo'ladi. Uning uchun mana buni o'chirib tashlasam, o'chirsak, bizda mana hozir bunday narsa qilib ko'ramiz. Bitta enter bosamiz. 1 metr 4 sm avtomatik tarzda hisoblanyapti. Xuddi shu tartibda chiqariladi. Kelinglar bunday narsa qilamiz. 500 enter, 200 enter, soni 10 ta bo'la qolsin va krugoy kronka bo'la qolsin. Keyingi qiladigan ishimiz yakunla tugmasiga bosadigan bo'lsak, bizga mana kerakli papkani ochib chiqarib beradi. Faylning nomi mana Abdusamad. Hop, tipi o'sha Excel formatida chiqib keladi. Рабочий stolimizga kelinglar, сохранitga bosib qo'yamiz. Сохранitga bosdik. Mana bunaqa narsasi deyapti. VB narsasi, ya'ni o'sha makroslar ishlayapti. Sen сохранить qilganingdan keyin o'sha funksiyalar o'chib ketadi deb bizani oldindan ogohlantirib qo'yapti. Shunchaki knopkasini bossak, mana fayl muvaffaqiyatli saqlandi deb yozuvlarni chiqarib qo'yadi. Agarda biz mana ma'lumotda ismini kiritmasdan qoldiradigan bo'lsak va yakunla tugmasiga bosadigan bo'lsak, A1 kattaki mijoz ismini kiriting deb so'raydi. Buni to'ldirishimiz shart. Misol uchun Tohir. Va shundan so'ng yakunla tugmasiga bosadigan bo'lsak, mana avtomatik tarzda S disklarini ochib chiqarib beryapti. Va keraklicha saqlab qo'yamiz va saqlash bekor qilindi deb yozib chiqarib beryapti. Natijasini bitta tekshirib ko'ramiz. Hozir men сохранitga bosaveraman, menga farqi yo'q bu narsani. Sababi keyingi safar faylni yana qaytadan ochadigan bo'lsam, hamma mana bu joylar tozalanib qoladi. Сохранitga bosaman. Va bizda mana Abdusamad degan mijozimizning panellarning ro'yxati, detalировkasi chiqib keldi. Hop, yakunlarga bossak mana
New.js Open Macros bordi, chunki format turi boshqa formatda bo'ldi. Mana shu tartibda bo'ladi. Va mana bunga kiradigan bo'lsak, qaytadan avtomatik tarzda mana bu joylari tozalanib qoldi. Sizlarga maslahatim bu, demak, Excel faylni ishlatayotgan paytingizda o'zingizga kerakli bo'ladigan panellarning ro'yxatini shu kategoriyasi bo'yicha shu yozib chiqing va yana bitta narsani esdan chiqarmang. Oxirida minus belgisi bo'ladigan bo'lsa, teksturasi saqlanmaydi. Hech qanaqa minus belgisi bo'lmasa to'g'rirog'i, teksturasi saqlanadigan fayl bo'ladi. Shularga e'tibor berib, o'zingizga kerakli ro'yxatlarni tuzib olsangiz bo'ladi. Undan keyin kronkalarni ham ro'yxatlarini chiqarib olsangiz bo'ladi. Agarda kimda shu faylni yaxshilashda qanaqadir fikr mulohazalaringiz yoki takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol shaxsiyga murojaat qilsangiz bo'ladi. Yana qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, biz bafurja bunga javob beramiz. Keyingi darslarda bu narsalarni Basis Raskroy va GitLab dasturlarida qanaqa ochishlarini ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.